Yoldaş, hörmətli vətəndaşım, mən başlayışındaq dedim, bir xəbər iki tərəfdə, məsələn, Amerika avazı da, Fransiya agentliği da anlatıldı. Mən şunu təyyarlab geldim. Fərq var, oxşaş, asasiyyətdə oxşaş olsun, xəli fərq var. Şunu vətəndaşlarının başqaça qaraşdı bulmayı, bunu anlap qoyuşunu ümid qılıman. Əndəmanda mavzumunda, Uruşның avvalqı bişarətləri. 2017 yıl Amerika bilen Cungo o'rtasida paydo bo'lgan farq 50 yildan beri eng yuqori chekka ko'tarildi. Mavzuli xabar 1-ayning 13 kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasi Xitoy til programmasida e'lon qilindi va shu kuni NBC orbitaga ko'chirib besildi. Xabar mundaq başlandı. Uzun yillardan beri köp ve örlep turgan Amerika Cungo Soğudasıdaki kızıl rakam 2017 yılı yukarı çekip götürüldü. Cungo tamoyda ilan kılgan sallık malumat asaslanğanda kızıl rakam 10% örüldü, yani 200 milyar 758 milyon dolar oldu. 200 milyar dolara yakın. Wall Street gazeti mundaq gösterdi. Amerika bir qatar cazalaş ve başka hareketlerini kullanış arkalık Amerika Cungo o'rtasidagi tangpungsizlikni tugatishni o'ylashayotganda yaqinda e'lon qilingan savdo soliq raqami Prezident Trump hukumatining Jungoning savdo qiliqlarini tanqid qilishni texmo yuqori darajaga ko'tardi. Amerika Cungo o'rtasidagi savdo qizil raqami Amerika Cungo savdo munosabatini intayin zo'r besimga olib keldi. İki devlet əməldarları mundaq görsətdi. Bu eş bir meydan öç eliş hareketini qozğuşı mümkün. Cungo tarafının Amerika şirketlerini mecburlap, texniki ötünüp, bir işki mecburlap, texniki ötünüp, vermişsen Cungo bazarıga kirelmeysen de mecburluşu azar Amerika'da tekşürlüvatıdır. Saylam devirde Prezident Trump Cungo'nu tasvirlep, xalqaro savdo sahasida bulağınçılık kılıdığan bulağınçı devlet dep görsetken idi. Prezident Trump Volkuch'ның ziyaretini kabul kılgandı. Mundaq görsetdi. Agar Çavuşanga besim işletip, yadro kurallarını vaz geçişki zorlaydıgan ve şunun için yardım ihtiyacı bolmaganda Prezident Trump Cungo'ga texmi qattiq tadbir qo'llanib, savdodagi tangpungsizlikni tugatmoqchi bo'lgan edi. Amerikaning Jungo'ga qattiq pozitsiyasi o'tgan har qanday chog'ligidan oshib ketdi. Lekin yanala dastlabki maqsadlarimizga yetolmadik. Jungo amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Amerika qanday tadbir qo'llansa mayliki, Jungo tarafmi o'xshashla öteleş erkit kullanılır. Bu haberimiz Amerika avazının Fransiya agentliğinin bir haberini iki yıl usulda anlatkan. Biz şunu doğrusunu anlattık. Enliktik yani bir haber kısaca. Bu haberinin kendinden. Yakın devlet müdafaa stratejisi Amerika, Japonya harbi ittifakı itibarga koyuldu. Mavzuli xabar 1-ayning 13 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi mundaq ko'rsatdi. Yaqinda e'lon qilinadigan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa strategiyasi Osiyo, Tinch okean rayonining tinchligi va muqimligiga hamda Amerika-Yaponiya harbiy ittifoqiga e'tibor bilan qaraydi. Devlet Müdafiası'nın Muavin Ministeri Şanahan, haftanın 5. günü 5 burcaklık binada Yaponiya alem boşluğu siyasi vezirini kabul kılgan çağda keler hafta ilan kılınıdığın Amerika Qo'shma Shtatlarının Devlet Müdafaa Stratejisi, Devlet Müdafaa Ministerligi'nin Asiya Tinch okean rayonining tinchlig'i muqimligi to'g'risida bergan va'dasiga kuch chiqarib, olam boshlig'i bo'yicha Yaponiya bilan hamkorlashishga kuch chiqarib, olam boshlig'ida hamkorlashishni ikki tarafning siyosiy, harbiy ishlar muhokamasi doirasiga olib kirdi.
Muşu haftanın başlarında Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Jim Mattis Yaponiya qo'g'dinish nazoratining naziri Shao Chi bilan telefonda so'zlashib, Amerikaning Yaponiyaning bexatarligi to'g'risida bergan va'dasini yana qayta ta'kidladi. Balki Yaponiyaga yaqindan hamkorlashib, Amerika-Yaponiya harbiy ittifoqini kuchaytirganligi to'g'risida kapolat berdi. Amerika harbiy amaldorlari mundaq ko'rsatdi. 2018-yil Amerika armiyasi Osiyo Tinch okean rayonida kuch ko'rsatish iqtidorini oshirdi. İlg'or harbiy qurol-yarog'larni avval G'arbiy Tinch okean rayoniga avatdi. Balki ittifoqdoshlar bilan harbiy ittifoqni kuchaytirishni Amerika armiyasining Osiyo Tinch okean rayonidagi harbiy amaliy kuchining muhim omili deb qaraydi.